Talant muhimmi yoki intizom? Boshlanishda talant yordam beradi. Natijaga olib boradigan esa intizom. Talant va intizom. Talant bu iste'dod, tug'ma qobiliyat, tez o'rganish, boshqalardan biroz ustun start. Lekin agar ishlatilmasa, yo'qoladi. Intizom har kuni qilish, xohlamasangiz ham davom etish, sabr va qat'iyat. Natija aynan shundan kelib chiqadi. Hayotiy haqiqat. Talantli, lekin intizomsiz odam boshlaydi, lekin oxiriga yetmaydi. O'rtacha, lekin intizomli odam sekin bo'lsa ham oxirida yutadi. Oddiy misol. Talantli bola 2 kun o'qiydi, keyin tashlaydi. Oddiy bola har kuni 1 soat o'qiydi. 1 yildan keyin kim kuchli bo'ladi? Albatta intizomli. Eng to'g'ri formula. Talant plus intizom bu kuchli natijaga olib keladi. Juda muhim fikr. Talant bu sovg'a, intizom bu tanlov va hayotni o'zgartiradigan narsa aynan tanlov.